12 yilda 9 ta kvartirada yashaganman. Bu bilasizmi nima degani? 9 marta ko'chish, 9 marta yangidan sharoit qilish deganda. Bu o'lgir kvartplatani vaqti shunday tez keladi, ko'zingni ochib yumguningcha kvartplata vaqti kelib qoladi. Agar shu paytga puling taxt bo'lmasa, oqshomlar uyqularing qochib ketadi. Nima qilib bo'lsa ham uyni egasini 2-3 kun yana vaqt cho'zdirishga ko'ndirishim kerak deb. Ayollar, ijara yashaydigan ayollar, qaynonasidan ko'ra kvartiraning egasidan ko'proq qo'rqadi. E'tibor berganmisizlar? Top-toza uyni ham yana qaytadan remont, uborka qiladi, tozalaydi. Eng yomoni o'zingniki bo'lmagan narsani o'zingnikidan ko'ra ko'proq avaylaysan. Bilasan, ijaraniki, birovniki, lekin uni buzib qo'yishdan shunaqa qo'rqasan. Eng yomoni, eng og'riqli nuqtasi, agar xo'jayin telefon qilib, "Ukajon, chiqing, men o'zim bolalarim yashaydigan bo'lib qoldi, boshqa kvartira toping" deydi-ku. Bundan azob joyi yo'q, buni kvartira yashaydiganlar biladi. Yana yangi xonadon topish kerak, yana yangidan sharoit qilish kerak, yana yangidan qo'shnilar, bolalarni yangi bog'cha, yangi maktab, bundan azobi yo'q. Lekin bitta narsa, Xudo xohlasa, sabr qilsak, o'zini xonadoniga erishar ekan hamma. O'zingni xonadoniga erishgan payting, birinchi kechasi shunaqa uxlab orom olasan, shunaqa mazza qilasan, bu oromni, bu dam olishni, bu mazzani umringni oxirigacha topa olmaysan. Hammamizga Xudo xohlasa ijarada yashaydiganlarga zo'r xonadonlar, hovlilar nasib qilsin.